Eshitishimga qaraganda, to'y oshini ko'pchilik uyda o'xshatib tayyorlamas ekan. O'shaning uchun sizlarga eng oson retseptini o'rgataman. 200 gramm yog', 3 ta 4 ta piyozni qip-qizil qilib qovuramiz. Qo'y go'shti yomiydiganlar uchun molli kachalkasidan yarim kiloni solamiz. 800 gramm sariq va qizil sabzini aralash qilib, zira va tuz bilan yaxshilab qovuramiz. Oldindan ivitilgan 75 gramm no'xat ustiga bitta kichkina piyozni mayda qilib ustini yopib 1 soatga miltillatib qaynatib qo'yamiz. 500 gramm lazr guruchini yaxshilab oqib chiqquncha yuvib, issiqroq suvga tuzli suvda ivitib qo'yamiz. 1 soat qaynab yetilgan zirbekimizni tuzlarini ko'rib, guruchimizni solishni boshlaymiz. Esingizda bo'lsin, guruch solganingizda suvi ustiga chiqmaydi. Qozonni qopqog'ini yopib 3 daqiqaga qoldiramiz va orqa oldini o'girib, yana shu ketma-ketlikni 3 marta qaytaramiz. Shu jarayonni 3 marta qaytarganning o'zida guruchlar yetilib tayyor bo'ladi. Yetilgan guruchlarni yana 1 marta ag'darib, do'ppidek qilib yig'amiz. Kapqira orqasi bilan teshib, ustidan zirani maydalab sepib, 15 daqiqaga eng past olovga dimlab qo'yamiz. Guruchlari sochilib ketadigan, hazmi ham oson bo'lgan to'y oshini endi siz ham tayyorlashni bilasiz. Bitta o'xshab chiqadigan retseptlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha